Urganch shahar hududida joylashgan davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, ta'lim muassasalari hamda boshqa idora tashkilotlarining idoraviy qorovullik bo'linmalari ishchi xizmatchilarining nazariy va amaliy bilimlarini mustahkamlash maqsadida Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmati ma'muriy binosida o'quv mashg'ulotlari tashkil etildi. Mazkur o'quv mashg'ulotiga jami 70 nafar idoraviy qorovullik bo'linmalari ishchi xizmatchilari jalb qilindi. Shuningdek, o'quv mashg'ulotida Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmati, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda sog'liqni saqlash boshqarmasi tez tibbiy yordam mutaxassislari tomonidan obyekt xavfsizligi va qo'riqlash faoliyatini tashkil qilish, favqulodda vaziyatlarda harakatlanish va birinchi tibbiy yordam ko'rsatish mavzularida tushuntirishlar berib o'tildi. Mazkur o'quv mashg'ulotlarini o'tkazishimizdan asosiy maqsad viloyat hududida joylashgan idora tashkilotlarida xizmat olib borayotgan idoraviy qorovullik bo'linmalari ishchi xizmatchilarining nazariy va amaliy bilimlarini mustahkamlashdan iborat. Mashg'ulotlar davomida ishtirokchilarga qo'riqlanayotgan obyektlarda xizmat olib borish tartibi, shuningdek, ushbu obyektlarda sodir etilishi mumkin bo'lgan salbiy holatlar va favqulodda holatlarda harakatlanish tartibi hamda ichki ishlar organlari bilan aloqa qilish tartibi to'g'risida batafsil ma'lumotlar berib o'tildi. Mazkur o'quv mashg'ulotlari viloyatimizning barcha shahar va tumanlarida qo'riqlash xizmati mas'ul xodimlari ishtirokida o'tkazilmoqda. Mashg'ulotlar davomida ishtirokchilarga obyektlar xavfsizligini ta'minlashda hushyorlikni oshirish, zamonaviy xavfsizlik talablari asosida faoliyat yuritish, ayniqsa ta'lim muassasalarida xavfsizlikni yuqori darajada ta'minlash bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Shuningdek, favqulodda holatlarda to'g'ri va tezkor harakat qilish, inson hayotini saqlab qolishga qaratilgan birinchi tibbiy yordam ko'rsatish ko'nikmalari mustahkamlandi. Tadbir yakunida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislar tomonidan atroflicha javob oldilar. Bunday o'quv mashg'ulotlari idora va tashkilotlarda qo'riqlash xizmatini yanada samarali tashkil etish, xodimlarning kasbiy mahoratini oshirish hamda jamoat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi.